eng ko'p uchraydigan bizning mintaqada kasallik, afsus. Hozirgi kunda kasallikni yosharish ham kuzatilyapti. Erkaklarda ko'krak bezi saratoni Albatta, semizlikka bunga nima aloqasi bor? og'rimayaptimi, demak kasallik ham yo'q deydi. Qizarib qopda o'tib ketadi deyshadi. Bu kasallikda asli avloddan avlodga o'tadigan xususiyati bormi? O'z-o'zini tekshirish usuli bor. Shu narsani eshitishdan qo'rqdik deyshadi. Og'riqli jarayon bo'ladimi, yo'qmi? Qancha erta bosqichda aniqlasak, shuncha davolash yengil bo'ladi. Tekshiruvdan o'tib, bunda kelajakda saraton kasalligi bor yoki yo'qligini aniqlash mumkin. Assalomu alaykum. Erta aniqla podkastiga xush kelibsiz. Bugun og'ir, ammo juda ham kerakli bo'lgan ayollar uchun mavzuni ko'tarmoqchimiz. Bu sut bezi saratoni. Va albatta mavzuni tushunarli siz uchun ayollar mavjud bo'lgan savollaringizga javob topilishi uchun oddiy bir tilda suhbatlashish uchun sohani mutaxassisini taklif qilganmiz studiyamizga va bu mavzu bo'yicha biz bugun Lolaxon Zokirova bilan suhbatlashmoqchimiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Lolaxon mammolog xirurg, Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliyot tibbiyot markazini mammologiya bo'limi katta ilmiy xodimi. Men uchun biroz sut bezi saratoni deyish erish tuyuldi. Nimaga? Ommaviy axborot vositalarida o'zaro suhbatlashganimizda mutaxassislarning o'zidan ham ko'krak bezi saratoni iborasini eshitishga o'rganganmiz. Qay biri to'g'ri? Juda ham yaxshi savol berdingiz. Bilasizmi, adabiyotlarga asoslangan holda ilmiy tarafdan sut bezi saratoni deb aytilishi to'g'ri. Mana rus tilida ham молочная железа deyiladi. Ingliz tilida ham breast cancer. Ayollarga nisbatan sut bezi saraton kasalligi deb ishlatiladi. Erkaklarga nisbatan esa ko'krak bezi saratoni deb ishlatiladi. Erkaklarda ko'krak bezi saratoni? Albatta, sut bezi saraton kasalligi ayollarda, nafaqat ayollarda, balkim erkaklarda ham uchraydi, lekin to'g'ri juda ham kam hollarda 1%, 3% erkaklarda ham uchraydi va bu ko'krak bezi saratoni deb aytiladi. Albatta bu mavzuni ko'tarmaslikning ilojisi yo'q. Son jihatdan, foiz jihatdan bu eng ko'p uchraydigan bizning mintaqada kasallik, afsus. Va shuning uchun imkon bo'lsa bugun sizni mutaxassis sifatida taklif qilgan bo'lsak-da, lekin savol-javob tariqasida oddiylikdan qochmasak, yo'q demasangiz agar. Va savolim umuman olganda, nega aynan sut bezi saratoni bugun ayollar orasida eng ko'p tarqalgan kasallikka aylandi? Sut bezi saraton kasalligi nafaqat butun dunyoda, balkim hozirgi kunda bizning O'zbekistonda ham barcha saraton kasalliklarining ichida birinchi o'rinda turibdi. Bundan 10-15 yil oldin saraton kasalligi 50-60 yoshdan oshgan ayollarda uchragan bo'lsa, hozirgi kunda kasallikni yosharish ham kuzatilyapti. Ya'ni kasallik 25-30 yoshli ayollarda ham uchrab kelmoqda. Saraton kasalligini keltirib chiqaruvchi juda ham ko'plab sabablar bor. Bu sabablarga to'xtalib, asosiylariga to'xtalib o'tmoqchiman. Asosiy keltirib chiqaruvchi sabablardan bu noto'g'ri turmush tarzi. Noto'g'ri turmush tarzining ichiga juda ham ko'plab misollar kirib ketadi. Bu birinchidan noto'g'ri ovqatlanish. Noto'g'ri ovqatlanish deganda nimani nazarda tutamiz? Hozirgi kunda juda ham ko'plab kimik kanserogenli ovqatlanish turlari juda ham ko'payib ketgan. Ichidagi mavjud bo'lgan o'sha ingrediyentlar demoqchisiz. Lekin bu har doim o'zimizga bog'liq bo'lmaydi-yu. Bog'liq bo'lmaydi. Misol uchun, tabiiy ovqatlanishdan hozir biz ko'proq chetga chiqib qolganmiz, sun'iy ovqatlanishga o'tganmiz. Ya'ni yarim tayyor mahsulotlar, fast food deysizmi? Fast foodlar, gazlangan ichimlik deysizmi? Albatta, chipslar, bu hammasi mana hozir tez tayyorlanadigan lapshalar, ularni ham ularni yaxshi ko'ramiz. To'g'ri, chunki uni ichida shunaqani privkus ta'm beruvchi moddalar, kimik moddalar borki, uni yesangiz yana yegingiz keladi. Bu esa o'z navbatida kimik kanserogen. Chunki bunda bo'yoq moddalari ko'plab bo'ladi, o'sha privkus beruvchi kimik moddalar bo'ladi. Birinchi o'rinda noto'g'ri ovqatlanish. Noto'g'ri ovqatlanish tufayli bizda nima kelib chiqadi? Semizlik kelib chiqadi. Asli o'zi sut bezi saraton kasalligini asosiy keltirib chiqaruvchi sababi bu organizmda estrogen miqdorini juda ham yuqori bo'lishi. Semizlikka bunga nima aloqasi bor deb aytishimiz mumkin. Qancha teri osti yog' qatlami qalin bo'lsa, shuncha o'sha teri osti yog' qatlami ham estrogen miqdorini ishlab chiqariladi.
Bu esa o'z navbatida organizmda ishlab chiqarilgan estrogen miqdori plus teri osti yog' qavati ishlab chiqarayotgan estrogen miqdori. Bu ham bir sut bezi saraton kasalligini keltirib chiqaruvchi faktlardan biri hisoblanadi. Bundan tashqari organizmdagi surunkali yallig'lanish kasalliklari. Bu bachadon, tuxumdondagi yallig'lanish kasalligi. Yallig'lanishni dastlabki sababi shamollash, Albatta, qizib yuborilgan albatta. shamollash. Bu qoq bezidagi o'zgarishlar, bu ham saraton kasalligini keltirib chiqaruvchi asosiy belgilardan, sabablardan biri. Yana to'xtalib o'tmoqchi bo'lgan narsam bu organizmdagi gormonal holatlarning buzilishi. Mana ko'p ayollarimiz turmushga chiqqandan keyin saqlanish uchun bilar bilmas shifokor bilan maslahat qilmagan holatda saqlanuvchi gormonal preparatlarni qabul qiladi. Misol uchun bitta qo'shnisi ichadi, "Mana shunaqa qilaman" desam, u shifokorga bormasdan turib, uni tavsiyasi bilan shu preparatni ichadi. Bu shifokor ko'rigiga bormasdan unga gormonal holatdan to'g'ri keladimi, to'g'ri kelmaydimi? Bu esa o'z navbatida organizmdagi gormonal mutanosiblikni buzadi. Gormonal mutanosiblikning buzilishi natijasida saraton kasalligining kelib chiqishiga bitta poydevor hisoblanadi. Va albatta bilasizmi, ko'plab abortlar ham sut beziga juda ham katta ziyon hisoblanadi. Undan tashqari emizmaslik. Chunki hozirgi kunda bilasizmi, emizmaslik Qay bir ma'noda modaga aylanyapti. Modaga aylangan, to'g'ri. Chunki tuqqandan keyin emizsam sut bo'lish uchun yaxshi ovqatlanish kerak, yaxshi to'lishaman deb o'ylashadi. Shu sababli ko'pchilik ayollar tuqqandan keyin emizishmas, balkim qo'shimcha ovqatlar bilan boqishmoqda. Va biza bir narsani esimizdan chiqarib qo'yganmizki, sut bezini asosiy vazifasi bu emizish. Bu esa o'zini vazifasini qilmaydi. Bir marta emas, 2 marta emas, 3 marta emas qilmaydi. Keyin uni ichida gormonal o'zgarishlar hisobida saraton kasalligini keltirib chiqarish asosiy sababi bo'ladi. Men shu fursatdan foydalanib ayollarimizga birinchi beradigan maslahatim, har bir a'zo o'zini vazifasini bajarsin. Sut bezini asosiy vazifasi bu emizish. Har bitta ayol onalik baxtiga muyassar bo'ldimi, albatta uni ko'krak suti bilan oziqlantirishni tavsiya beraman. Birinchidan bola sog'lom o'sadi, ikkinchidan esa saraton kasalligini oldini olasiz. Ko'pincha ayollar og'rimayaptimi, demak kasallik ham yo'q deydi. Va ayni mana shu kasallikni o'zida nimaga ahamiyat berish kerak? Qanaqa belgilar paydo bo'ladi, dastlabki belgilar? Bilasizmi, juda ham yaxshi savol berdingiz. Bizning xalqimiz orasida mana ayollarimiz murojaat qilishadi. 3-4-bosqichda men xafa bo'lib ketaman-da, nimaga shu darajada yurdingiz, nimaga kelmadingiz desam, birinchi aytadigan javobligi, doktor meni bezovta qilmadi, og'riq bermadi, hech qatim og'rimadi deydi. O'zi og'riq bermasdan o'sha belgilar paydo bo'lgandan keyin murojaat qilishni boshlashadi. Qanday belgilar? Bilasizmi, buni belgilari, dastlabki belgilari, men aytib o'taman, birinchi o'rinda terini o'zgarishi. Terida qizarish, shish belgilarini paydo bo'lishi. Ko'p qizarib qopti, o'tib ketadi deyshadi. Yoki ko'kragim bittasiga nisbatan shishib qopti deydi. Ko'p ahamiyat berishmaydi-da. Bu dastlabki belgilari. Undan tashqari ko'krakda tugunlarni paydo bo'lishi, qattiqliklarni paydo bo'lishi. Bu ham ko'krak bezi saratonining asosiy belgilari. Ya'ni eng ahamiyatga moyilligi bu so'rg'ichdagi o'zgarishlar. Buni menimcha hamma ayollarimiz sezishlari mumkin. So'rg'ichi ichkariga tortilib qolishi yoki so'rg'ichda uzoq vaqt davomida bitmaydigan yaralar paydo bo'lishi bu saraton kasalliklarining asosiy belgilari hisoblanadi. Yana ayollarimizda bir shunaqa o'ziga xos odat holat bor. O'zim tekshirsam bo'ladi deydi va o'sha o'zi tekshirishi natija vaziyat holatlari qay tarzda va umuman olganda buni dastlabki qadamlar qanday bo'lishi kerak? O'zim tekshirishim afzalmi yoki dastlabki belgilar bo'lgandan keyin darhol tashrif buyurish kerakmi shifokorga? Qarang, albatta dastlabki belgilar bo'lmasdan turib, har bitta ayol doimiy ravishda o'z-o'zini tekshirish o'tkazish kerak. Hattoki shunaqa bor, adabiyotlarda ham o'z-o'zini tekshirish usuli bor. Bunda har bitta ayol hayzi tugagandan keyin o'z-o'zini tekshiruv metodini
o'tkazish kerak bo'ladi. Bunda oynaga qarab turiladi, kattaroq oynaga, beligacha yechiladi. Yechilgandan keyin birinchi o'rinda ko'kraklar ko'zdan kechiriladi. Ko'zdan kechirilganda nimalarga ahamiyat berish kerak bo'ladi? Birinchi o'rinda terini holatiga. Terida qizarish bormi, shishish bormi, ko'kraklarni holatiga, ikkala ko'krakning kattaligi, kichikligi bir xilmi, bitta ko'kragi katta yoki bittagi ko'krak kichkina emasmi, ya'ni simmetriyaga ahamiyat berish kerak bo'ladi. Keyingi o'rinda bo'lsa, bu so'rg'ichlarning holatiga ahamiyat berish kerak bo'ladi. So'rg'ichlar bir xilmi? So'rg'ichlar ichkariga tortilganmi, tortilmaganmi? So'rg'ichlarda yaralar bormi, yo'qmi? Keyin esa so'rg'ichlarni bir oz, qattiq emas, biroz siqib ko'rish kerak bo'ladi. So'rg'ichlardan ajralma bormi, yo'qmi, suyuqlik. Agar ajralma bo'lsa, uni rangiga ahamiyat berish kerak. Sarg'ish rangdami, yashil rangdami yoki qonli ajralmami? Undan keyin esa soat strelkasi bo'ylab ko'kraklarni paypaslab borish kerak. Paypaslaganda nimalarga ahamiyat berish kerak? Ko'kraklarda qattiqliklar bormi, tugunliklar bormi? Shuni yaxshilab ahamiyat berish kerak bo'ladi. Buni har bir ayol bir oyda bir marta o'zini tekshiruv usulidan foydalanib tekshirish o'tkazish kerak. Katta yoshdagi ayollarning ayrimlari aytishi mumkin: "Ha, endi shuncha tug'dim, shuncha emizdim. Asimetriya bo'lishi tabiiy menda. So'rg'ichlarni har xil bo'lishi tabiiy" deydiganlarga nima deysiz? Bilasizmi, bor shunaqa holatlar. So'rg'ichlarni o'zi tug'ma ichkariga kirishi. Bu misol uchun qizlarda bu kasallikdan bu kasallik emas, bu bu tabiiy holat. Bu 13 mana balog'at yoshiga yetgandan keyin qizlarda bo'ladi. 13, 14, 15 yoshlarda so'rg'ich chiqmaydi. Lekin ma'lum bir vaqtdan keyin o'sha tug'di, emizdi, ma'lum bir vaqtdan keyin to'satdan so'rg'ich ichkariga kirib ketishdi. So'rg'ich ichkariga kirib ketdi. Oldin bunaqa emasdi. Где-то 5 oy bo'ldi, 6 oy bo'ldi, 1 yil bo'ldi deyshadi. Bu o'sha kasallik belgilaridan hisoblanadi. Baribir o'zini o'zi tekshirish, tan olish kerak, bu birinchi qadam. Birinchi qadam. Ilk qadam o'zi amalga oshirishi mumkin bo'lgan, lekin keyingi qadam bo'lishi kerak. Bu qanday qadam va o'sha qadam-qadamlarni hozir tafsilotini oddiy, sodda qilib, qo'rqitmasdan, chunki aksariyat ayollarimiz, mana sizdan avval ham mutaxassis bilan suhbatlashganimizda ayollarimizga xos bo'lgan holat, ertaga bora qolay, keyingi hafta bora qolay. Ya'ni shaxsiy qo'rquv ham tibbiyot xodimi vakilasini yuzini ko'rmaslikka sabab bo'lishi mumkin. Bormay qo'ya qolay deydigan. Ana shu qo'rquvni yengishni mutaxassis sifatida siz qanday oddiy yo'lini aytishingiz mumkin? Shu o'rinda yana bir narsani o'zini tekshirish bo'yicha aytib o'tib ketmoqchiman. Aksariyat ayollarimiz ko'p hollarda o'zini tekshirib saraton kasalligini aniqlab qo'yishadi. Men o'zim tekshirib tugun sezib qoldim yoki ko'kragimda qizarishni sezib qoldim deyshadi. O'shaning uchun men albatta bu tekshiruvni o'tkazishni tavsiya beraman. Bu tekshiruvdan keyin esa keyingi qadamlar bu 25 yoshdan to 40 yoshgacha bo'lgan ayollarimiz 6 oyda bir marta ultratovush tekshiruvdan o'tish. Albatta ma'mul ko'rigidan keyin 6 oyda bir marta ko'kraklardan shikoyat bor yo'qligidan qat'iy nazar, bezovtalik bor yo'qligidan qat'iy nazar. Chunki bir xil aytish mumkin, meni bezovta qilmaydi hech narsa, menda og'riq yo'q, menda hech qanaqa o'zgarish yo'q, meni borishim shartmi? Shart. Chunki ko'p hollarda ham belgi bilan kechmaydi. 6 oyda bir marta 25 yoshdan 40 yoshgacha bo'lgan ayollarimizga ma'mul ko'rigi plus ultratovush tekshiruvdan o'tish maslahat beraman. 45 yoshdan katta, 40 yoshdan katta ayollarimizga esa 2 yilda bir marta mammografiya tekshiruvidan va 1 yilda bir marta ma'mul ko'rikdan o'tishni maslahat beramiz. Haligi gapingiz to'ppa-to'g'ri. Misol uchun ko'p hollarda ayollarimiz ko'kragida qanaqadir o'zgarish sezishadi-da, qo'rquv paydo bo'ladi. Doktorga borishmaydi. Nimaga kelmadingiz? Men qo'rqdim deyshadi. Nimadan qo'rqdingiz? Shu menga sizda saraton kasalligi yoki saraton kasalligi boshlanyapti. Shu narsani eshitishdan qo'rqdik deyshadi. Хорошо, siz o'zingiz shu narsani bilibsiz, lekin buni oldini olish kerak bo'lsa, doktor, men bu gapni eshitishdan qo'rqdim deyshadi va shu qo'rquv tufayli vaqtdan o'tkazib yuborishadi. 1 yildan keyin, 2 yildan keyin murojaat qilishadi. Misol uchun o'zligi sezishganda bu balkim birinchi bosqichdir, ikkinchi bosqichdir. Shu qo'rquv natijasida 3-chi, 4-chi bosqichga kelib qolishadi. Afsus. Afsus. Shuning uchun men ayollarimizga maslahat bergan bo'lardim. Hech qanaqa qo'rquv
qo'rqmanglar. Vaqtida qancha erta bosqichda aniqlasak, shuncha davolash yengil bo'ladi. Qo'rquvni yig'ishtirib qo'yinglar. Endi qo'rquvni yig'ishtirish uchun siz mutaxassis sifatida deylik yoningizga keldi. Tashrif buyurgan insonni qadam va qadami nimadan iborat? Og'riqli jarayon bo'ladimi, yo'qmi? Jarayon nimadan iborat bo'ladi? Shuni ham tushuntirib o'tsangiz. Albatta, ma'muriy ko'rigiga kelgandan so'ng albatta ko'kraklar paypaslash usuli bilan tekshirib o'tiladi. Bu og'riqsiz jarayon. Undan keyin ultratovush tekshiruvi qilinadi. Ultratovush ham bu og'riqsiz jarayon. Agar lozim bo'lsa, 40 yoshdan katta bo'lsa, mammografiya tekshiruvi. Bu bir oz noqulay, yoqimsiz tekshiruv, lekin unaqa og'riqli tekshiruv emas. Aksariyatda juda nozik masala, deylik, onasimi, buvisimi mana shu kasallikka duchor bo'lgan bo'lsa, demak, menda ham bo'ladi deydigan fikr bo'ladigan bo'lsa, bu kasallikda asli avloddan avlodga o'tadigan xususiyati bormi, yo'qmi? Bilasizmi, saraton kasalligini keltirib chiqaruvchi sabablardan biri bu nasliy omillar. Nasliy omil ham juda katta ahamiyatga ega bo'ladi. Kimdadir oysida, buvisida, xolasida saraton kasalligi bormi? Bu ayol o'ziga 2 baravar e'tiborliroq bo'lishi kerak. 6 oyda bir marta 35 yosh, 40 yoshgachami ma'muriy ko'rigi, ultratovush tekshiruv bu hayot tarziga kirish kerak. 6 oy bo'ldimi, ko'rikdan o'tish kerak. 6 oy bo'ldimi, ko'rikdan o'tish kerak. Lekin qo'rquv bo'lish kerak emas. Bu degani nasliy bormi? Bu ayolda ham albatta saraton kasalligi bo'ladi degani emas. Bu keltirib chiqaruvchi sabablardan biri. Hushyorlikka da'vat. Ya'ni nasliy soya baribir o'zini o'rni bor. Bor. Hozir bilasizmi, rivojlanish natijasida molekulyar genetikamiz ham rivojlangan. Hozirgi kunda mana shu nasliy omillikka aniqlaydigan BRCA1, BRCA2 degan genni tekshiruv usullarimiz bor. Mana shu usullar orqali tekshiruvdan o'tib, bunda kelajakda saraton kasalligi bor yoki yo'qligini aniqlash mumkin. Misol uchun bitta aytaman, Angelina Jolie. Man точно bilmayman, xolasida yoki onasida saraton kasalligi bo'lganligi uchun bu aktrisa o'sha BRCA1, BRCA2 tekshiruvdan o'tgan va unda ham bu mutatsiya aniqlanganligi uchun teri osti mastektomiyasi, jarrohlik amaliyotini o'tkazgan. Profilaktik mastektomiya amaliyoti o'tkazilgan. Va ayni yomon odatlar haqida ham gapiradigan bo'lsak, yomon odatlar haqida qisman gapirib o'tdingiz. Ya'ni sabablar nimadan bo'lishi mumkin deb, yomon odatlar yoki umuman olganda o'sha turmush tarzini o'zi pala-partish bo'lishi, ovqatlanish, jismoniy harakatsizlik va hokazo vaziyatlar va shu jumladan kuchli asabiy fon. Bularning barchasi ham mana shu sut bezi saratonining rivojlanishiga olib kelishi kuchli bo'ladi deya o'zingiz ham ta'kidladingiz, lekin biz o'zimiz nima qilib xavfni oldini olishimiz mumkin? Qarang, bilasizmi, asabiylik hozirgi nima desam ekan, 21-asrda kasalligi, eng birinchi o'rinda turadigan asosiy kasallik. Yosh qiz keladimi, 60ga kirgan ayol kiradimi, hammasi men asabiyman deydi. Asabiylanish natijasida nafaqat saraton kasalligi, barcha kasalliklarning asosida bu asab yotadi. Chunki asabiylanish natijasida organizmdagi moddalar almashinuvi buziladi. Moddalar almashinuvi buzilishida organizmdagi har bir narsani o'zining zapasi bor. Oqsil zapasi bor, glukoza zapasi bor, mineral moddalarning zapasi bor. Bular stress natijasida tez parchalanib ketadi. Tez parchalanish natijasida organizmda yallig'lanish paydo bo'ladi. Immunitetimiz tushadi. Immunitet tushgandan keyin shamollash kasalligi ham, boshqa narsalar ham tez yuqtirib olamiz. U immunitet tushishi natijasida yallig'lanish kasalligi bo'ldim, uning natijasida esa saraton kasalligi ham kelib chiqadi. O'shaning uchun men tavsiya berardim, bular bo'lmasligi, asabiylashmasligini. Qo'limiz, oyog'imiz sog' salomatmi? Ko'zimiz ko'ryaptimi? Nafas olyapmiz ham, demak biz dunyodagi eng baxtli insonmiz. Deylik, sut bezi saratoni tashxisi qo'yildi. Keyingi harakatlar, keyingi voqeliklar qay tarzda sodir bo'ladi?
Hozirgi kunda saraton kasalligi to'liq davolanadi. Saraton kasalligini qancha erta bosqichda aniqlasak, shuncha davolash usuli oson bo'ladi. Albatta o'ziga yarasha qiyinchiliklar bo'ladi. Chunki saraton kasalligi qo'yildimi, bizda o'sha oldingi zamon tushunchalari qolib ketgan. Saraton bo'ldi, bu yog'iga hayot yo'q, baribir olamdan o'tadi, baribir davosi yo'q degan tushunchalar qolib ketgan. Hamma narsa rivojlangan sari hozirgi kunda tibbiyot ham rivojlanib bormoqda. Albatta saraton kasalligini ham davolasa bo'ladi. Saraton kasalligini davolash usullari bu kimyoterapiya, gormon terapiya, nur terapiya va albatta jarrohlik amaliyoti. Bu bosqichlarga bog'liq. Albatta qancha erta bosqichda aniqlasak, balki kimyoterapiya umuman kerak emasdir. Jarrohlik amaliyoti bilan cheklanib qolamiz. Bizda aksariyat hollarda mana shunday fikr borki, tashxis qo'yildimi, davolash jarayoni albatta operatsiya bilan bog'liq bo'ladi. Albatta operatsiya bo'lishi kerakmi? Bundan 10 yil, 15 yil oldin saraton kasalligi tashxisi qo'yilgandan keyin ko'krak to'liq olib tashlanardi. Hozirgi kunda esa ko'krak to'liq olib tashlanmaydi. Rekonstruktiv plastik jarrohlik amaliyotlari o'tkaziladi. Bu ko'krak to'liq saqlab qolinadi. Bu o'sha ayolni jamiyatga qaytariladi. Nogironlik oldi olinadi va albatta ayol kishini oilada bo'lgan o'rni saqlab qolinadi. O'shaning uchun biz nima deymiz? Qancha erta bosqichda aniqlansa, shuncha ko'krakni ham saqlab qolishga biz ko'proq imkoniyatga ega bo'lamiz. Mana hozir bilasizmi, 2024-yil noyabr oyida hurmatli prezidentimizning 402-qarori qabul qilindi. Bu qarorda sut bezi saraton kasalligini erta bosqichda aniqlash uchun juda ham ko'plab chora-tadbirlar o'tkazilyapti. Misol uchun bundan 10 yil, 15 yil oldin ayol kishi tekshiruvdan o'tish uchun poytaxtga kelish kerak bo'lardi yoki o'sha onkologiya markazlariga viloyatdagi murojaat qilish kerak bo'lardi. Hozirgi kunda esa tekshiruv shu ayolni o'zini turar joyiga boradi. Mana shu qaror asosida mobil mamograflar sotib olindi. Mobil mamograf o'zi nima? Bu mammografiya apparati katta mashinaning ichida bo'ladi va ayol kishi tumanga ham markazga ham borib o'tmaydi. Bu mashina markaziy poliklinikalarga keladi va markaziy poliklinikalarda 45 yoshdan bo'lgan barcha ayollar chaqirtiriladi, bepul tibbiy ko'rikdan o'tkaziladi. Ya'ni mammografiya tekshiruvi qilinadi. Hali bu ayolda saraton kasalligi yo'q, sog'lom ayolni tekshiruvdan o'tkaziladi. Bundan maqsad hali shu ayol kishida belgilari paydo bo'lmasdan turib, kasallikni millimetr bosqichda aniqlash, oldini olish. Va albatta bu zamonaviy texnologiyani imkoniyatlari hozir sizni sohangizda, bizni hududimizda qanday zamonaviy texnologiyalar haqida aytishingiz mumkinki, chindanda mana shuni eshitgan inson mayli bugun bo'lmasin, ertaga borib profilaktika qilsin, o'zini ko'rsatsin, doktor ko'rigidan o'tsin. 45 yoshdan oshgan ayollarga maslahatim, barcha markaziy poliklinikalarda mammograf apparatlari bor. Borib bepul tekshiruvdan o'tishsin. Ultratovush tekshiruvlari bor. Hamma poliklinikalarda borib tekshiruvdan o'tishsa bo'ladi va albatta mamol ko'rigidan o'tishsa bo'ladi. Hozirgi kunda saraton kasalligini davolash uchun barcha ximiya preparatlar bor. Keyin bilasizmi, hozirgi kunda mana ta'minlanish bo'lishi, zamonaviy texnikalarni barcha viloyat markazlarida nur apparatlari bilan, ximiya preparatlari bilan hozirgi kunda 95% ta'minlangan. Bundan 10 yil oldin bitta immunohistoximik tekshiruv uchun yoki PET tekshiruv uchun ayollarimiz chet elga borishardi. Hindiston, Turkiya, Moskva shaharlariga. Hozirgi kunda barcha tekshiruv usullari, o'sha PET tekshiruvi ham, o'sha immunohistoximiya tekshiruvlari ham, o'sha target terapiyalari ham o'zimizda hammasi mavjud. Faqat ulardan talab borib o'z vaqtida tekshiruvdan o'tib, o'z vaqtida davolanish. Chunki boya yetganingizdek qo'rquvga yana bir narsa aytib o'tmoqchiman. Saraton kasalligiga tashxis qo'yilgandan keyin ayollarga kimyoterapiya kursidan boshlanadi deyilgandan keyin ayollarning eng katta qo'rquvi bu chunki kinolarda ko'rishgan, odamlardan eshitgan soch to'kilishi. Mana ayollarimizning eng nozik, eng qo'rqitadigan narsa, birinchi beradigan savoli, doktor, kimyadan keyin sochim to'kiladimi deb. Albatta to'g'ri, soch to'kiladi, lekin bu vaqtinchalik.
Barcha kimyoterapiya kurslari tugagandan keyin soch yana oldingidan ham qalin bo'lib o'sadi. Oldingidan ham ko'p o'sadi va jingali bo'lib o'sadi. O'shaning uchun men ayollarimizga maslahatim, saraton kasalligi tashxisi qo'yildimi, qo'rqish kerak emas. Soch yana qayta o'sadi. Va eng muhim gap bizni suhbatimizni intihosida erta aniqlashtirish kerak va albatta tibbiyot xodimi ko'rigidan o'tish kerak. Ayni shuning uchun erta aniqla podkastini ham tashkillashtirganmiz. Bizning suhbatdoshimiz bugun studiyamizda mehmon, yetakchi mammolog xirurg Lolaxon Zokirova bo'ldilar. Tashrif uchun rahmat sizga. Salomat bo'ling. Rahmat.